Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz aynan siz uchun. Agar sizning pensiyangiz yoki davlat tomonidan beriladigan boshqa ijtimoiy to'lovlaringiz miqdori mamlakatimizda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa, bu juda muhim ma'lumot. Chunki gap sizning kundalik ehtiyojlaringizni qondirish, sog'ligingizni saqlash va munosib hayot kechirishingiz uchun zarur bo'lgan minimal daromad haqida ketmoqda. Hukumatimiz fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishga, hech bir shaxsni e'tibordan chetda qoldirmaslikka harakat qilayotgan bir paytda bu imkoniyatdan xabardor bo'lishingiz shart. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, chunki hozir aytiladigan har bir so'z siz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Muhim ma'lumotni ko'proq odamlar ko'rish uchun yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ilgari ko'pchilik fuqarolarimiz, ayniqsa keksa yoshdagi va nogironligi bor insonlar pensiya miqdori belgilangan minimal chegaradan past bo'lganida qo'shimcha yordam olish imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega emas edilar. Yoki bunday yordamni olish jarayonlari murakkabroq bo'lgan, ko'p qog'ozbozliklarni talab qilgan. Ba'zi hollarda pensiya miqdori mamlakatda e'lon qilingan tirikchilik minimidan ham bo'lganda ham odamlar qanday yo'l tutishni bilmasdilar. Davlat tomonidan ijtimoiy yordam ko'rsatish ko'pincha mahalliy hokimiyat organlari yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar orqali amalga oshirilgan. Bu esa bir muncha chalkashliklarni keltirib chiqargan. Har bir holat alohida ko'rib chiqilib, turli xil mezonlar qo'llanilgan. So'nggi yillarda ayniqsa prezidentimizning tashabbuslari bilan ijtimoiy himoya tizimi tubdan qayta ko'rib chiqildi va modernizatsiya qilindi. Endilikda tirikchilik minimi tushunchasi o'rniga minimal iste'mol xarajatlari tushunchasi joriy etildi. Bu nafaqat nomning o'zgarishi, balki aholining real ehtiyojlarini aniqroq aks ettirishga qaratilgan yangi yondashuvdir. Minimal iste'mol xarajatlari bu bir insonning oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal xizmatlar, transport va boshqa zarur tovarlar hamda xizmatlar uchun sarflaydigan eng kam miqdordagi pul mablag'lari. Bu ko'rsatkich har yili hukumatimiz tomonidan ilmiy asoslangan holda aholining real ehtiyojlari va iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda qayta hisoblab chiqiladi va tasdiqlanadi. Bu degani, endi davlat har bir fuqaroga uning yoshidan, sog'ligidan va ijtimoiy holatidan qat'iy nazar ma'lum bir minimal darajadagi hayotni ta'minlashga intiladi. Eng muhimi shundaki, agar sizning pensiyangiz yoki boshqa davlat to'lovlaringiz miqdori ushbu minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa, davlat sizga ushbu farqni qoplash uchun qo'shimcha mablag' ajratishni kafolatlaydi. Bu avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda fuqarolar tomonidan murojaat qilish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu o'zgarishlar fuqarolarimizning ijtimoiy adolatga bo'lgan ishonchini oshirishga va ularning turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, minimal iste'mol xarajatlari har yili aniq bir me'yor sifatida belgilanadi. Masalan, joriy 2024 yil uchun bu ko'rsatkich qonun bilan tasdiqlangan va o'rtacha bir kishi uchun ma'lum bir summani tashkil etadi. Bu yerda men hozir aniq raqamni keltira olmayman, chunki u doimiy ravishda o'zgarib turadi. Lekin videoda uni aniqlashtirib aytish kerak. Uni Davlat statistika qo'mitasi yoki iqtisodiyot va moliya vazirligi saytlaridan topish mumkin. Keling, misol tariqasida shartli ravishda ilmiy min so'm deb olamiz. Bu miqdor mamlakat bo'yicha yagona bo'lib, hududlarga qarab farq qilmaydi. Endi esa batafsilroq kimlar ushbu holatga e'tibor berishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi mumkinligi haqida gaplashamiz. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning oylik pensiya miqdoringiz yoki davlat tomonidan beriladigan boshqa ijtimoiy nafaqalaringiz, masalan, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, jami miqdori, ya'ni ularning yig'indisi belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lsa, siz albatta bu masalada harakat qilishingiz kerak. Bu to'g'ridan to'g'ri sizning huquqingiz va davlat sizga bu farqni qoplash uchun yordam berishga majburdir. Keling, real hayotiy misollar keltiraylik. Birinchi misol, Oysha buvining holati. Tasavvur qiling, Toshkent shahrining Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi Oysha buvimizni uzoq yillar davlat muassasasida mas'uliyatli lavozimda ishlagandan so'ng, hozirda u faxriy yoshdagi pensiya oladi. Uning oylik pensiyasi
800 million so'mni tashkil etadi. Mamlakatimizda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdori esa shartli ravishda 1 million so'm deb olsak. Ko'rib turganingizdek, Oysha buvining pensiyasi belgilangan minimal miqdordan 200 ming so'mga kam. Aynan shunday holatda Oysha buvi davlat tomonidan pensiyasiga qo'shimcha mablag' olish huquqiga ega bo'ladi. Bu qo'shimcha uning pensiyasini belgilangan minimal darajagacha ko'tarish uchun beriladi. Ya'ni u 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha pul oladi. Bu juda muhim. Chunki bu uning kunlik ehtiyojlarini qondirishga, oziq-ovqat sotib olishga, dori-darmon xarajatlarini qoplashga, kiyim-kechak olishga va shaxsiy gigiyena vositalari uchun pul topishga yordam beradi. Bu farqni qoplash uning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi va uni ijtimoiy himoyasiz qoldirmaydi. Bu kabi qo'shimcha to'lovlar uning xarid qobiliyatini oshirib, jamiyatda o'zini yanada erkin, mustaqil his qilishga imkon beradi. Ikkinchi misol, Nodira opaning ahvoli. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yashovchi 45 yoshli Nodira opamizni olaylik. U bolalikdan nogiron to'liq ish stajiga ega emas va shu sababli unga davlat tomonidan nogironlik nafaqasi tayinlangan. Uning oylik nafaqasi 7 ming so'm. Uning boshqa hech qanday doimiy daromadi yo'q. Bizning shartli minimal iste'mol xarajatlarimiz esa 20 ming so'm. Nodira opaning nafaqasi ham minimal darajadan 2,5 ming so'mga past. U ham Oysha buvi singari davlatdan pensiyasini minimal iste'mol xarajatlari darajasiga qadar to'ldirishni talab qilish huquqiga ega. Bu qo'shimcha unga o'z sog'lig'ini mustahkamlash, zarur dorilarni sotib olish, tibbiy ko'riklardan o'tish va shu bilan birga har kungi ro'zg'or ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bu kabi ijtimoiy himoya chorasi ayniqsa muhimdir. Chunki ularning moddiy ahvoli ko'pincha og'irroq bo'ladi va ularga ko'proq e'tibor va yordam kerak. Uchinchi misol, Ahmad akaning holati boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida yashovchi Ahmad aka xotinidan erta ayrilgan va 2 voyaga yetmagan farzandini yolg'iz o'zi katta qilmoqda. Xotin marhuma bo'lganligi sababli bolalarga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Bu 2 bola uchun umumiy pensiya miqdori oyiga 900 ming so'mni tashkil etadi. Hozirda Ahmad aka o'zi ishlamaydi, bolalarga qaraydi. Bolalar uchun tayinlangan pensiya har bir bola uchun emas, balki oila uchun hisoblanadi. Minimal iste'mol xarajatlari har bir shaxsga nisbatan qo'llanilsa-da, bu holatda pensiyaning umumiy miqdori hisobga olinadi. Agar Ahmad akada boshqa davlat tomonidan tayinlangan nafaqalar bo'lmasa va bolalar pensiyasi 9 ming so'm bo'lsa, u ham 1000 ming so'mlik chegaradan past bo'ladi. Demak, uning oilasi ham qo'shimcha 100 ming so'm miqdorida yordam olish huquqiga ega. Bu bolalarning ta'limi, ovqatlanishi va kechaqlar uchun juda muhimdir. Chunki bolalar har doim kattalarga qaraganda ko'proq ehtiyoj sezadilar. Bu oilaning ijtimoiy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning umumiy oylik pensiya miqdoringiz yoki davlat tomonidan beriladigan boshqa ijtimoiy to'lovlaringiz yig'indisi belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasidan yuqori bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovni olish huquqiga ega emassiz. Bu juda aniq va adolatli tizim. 4-misol, Aqmal boboning holati. Farg'ona viloyatida yashovchi Aqmal bobo o'z umri davomida katta korxonada yuqori lavozimda ishlagan va munosib ish stajiga ega bo'lgan. Hozirda uning oylik pensiyasi 1,5 million so'mni tashkil etadi. Agar minimal iste'mol xarajatlari 20 ming so'm deb olsak, Aqmal boboning pensiyasi bu ko'rsatkichdan 500 ming so'mga yuqori. Demak, Aqmal bobo pensiyasiga qo'shimcha mablag' olish huquqiga ega emas. Uning daromadi allaqachon minimal darajadan yuqori bo'lgani uchun u bu turdagi davlat yordamiga muhtoj emas. Bu juda oddiy va tushunarli. 5-misol, Dilfuza ayaning holati. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Dilfuza ayaning oylik pensiyasi 7 ming so'm. Bu miqdor 20 ming so'mlik minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lib tuyulishi mumkin. Biroq Dilfuza ayaning marhum turmush o'rtog'i ham yuqori lavozimda ishlagan va uning ortidan qolgan boshqa turdagi pensiya yoki kompensatsiya to'lovlari ham bor. Misol uchun, marhum turmush o'rtog'ining avvalgi ish joyidan qo'shimcha 400 ming so'm oylik to'lov oladi. Bu ikki to'lovni qo'shganimizda Dilfuza ayaning umumiy oylik daromadi
700 bin plus 400 bin, 1 bin so'mni tashkil etadi. Ko'rib turganimizdek, uning umumiy daromadi minimal iste'mol xarajatlari darajasidan yuqori. Shuning uchun Dilfuza aya ham ushbu qo'shimcha pensiya to'lovini olish huquqiga ega emas. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat faqatgina bitta pensiyani emas, balki fuqaroning davlat tomonidan olinadigan barcha turdagi muntazam ijtimoiy to'lovlari yig'indisini hisobga oladi. Agar sizning umumiy davlat to'lovlaringiz minimal darajadan oshsa, siz ushbu yordamga ehtiyoj sezmaysiz. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu ijtimoiy himoya tizimida ham ba'zi istisnolar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhim. Bu bilimlarga ega bo'lish sizni ortiqcha sarsongarchiliklardan saqlaydi va huquqlaringizni to'g'ri himoya qilishga yordam beradi. Birinchi muhim nuans ishlaydigan pensionerlar. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin hali ham ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz biroz boshqacha ko'rib chiqiladi. Odatiy holatda agar sizning ishingizdan oladigan oylik maoshingiz va pensiyangiz yig'indisi minimal iste'mol xarajatlari darajasidan yuqori bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov ajratilmaydi. Davlatning maqsadi eng kam ta'minlangan qatlamni himoya qilish. Agar sizda doimiy ish joyi va maosh bo'lsa, siz moddiy jihatdan himoyalangan hisoblanasiz. Biroq bu yerda ham nozik jihatlar bor. Agar siz norasmiy ish bilan band bo'lsangiz va daromadingiz qonuniy ro'yxatga olinmagan bo'lsa, davlat sizning norasmiy daromadingizni hisobga olmasligi mumkin. Bunday hollarda siz o'zingizning pensiya miqdorini tekshirishingiz va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular sizning rasmiy daromadingizni inobatga olgan holda qaror qabul qiladilar. Ikkinchi muhim nuans oilaning umumiy daromadi. Bu qo'shimcha to'lov faqatgina sizning shaxsiy pensiyangiz yoki davlatdan oladigan ijtimoiy nafaqalaringiz miqdoriga qarab belgilanadi. Oilangizning umumiy daromadi hisobga olinmaydi. Ya'ni agar sizning farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz siz bilan birga yashasa va ularning daromadi yuqori bo'lsa ham, bu sizning pensiya to'lovining minimal iste'mol xarajatlari darajasiga ko'tarilishiga ta'sir qilmaydi. Bu juda adolatli yondashuv, chunki har bir shaxsning shaxsiy ijtimoiy himoya huquqi kafolatlanadi. Shu sababli, agar siz farzandlaringiz bilan birga yashayotgan bo'lsangiz va ular sizga moddiy yordam bersa ham, sizning shaxsiy pensiyangiz minimal darajadan past bo'lsa, siz qo'shimcha to'lovni olishingiz mumkin. Bu davlatning har bir fuqaroga individual yondashuvini aks ettiradi. Uchinchi muhim nuans pensiya turini o'zgartirish. Ba'zi hollarda fuqarolar turli sabablarga ko'ra bir turdagi pensiyadan boshqasiga o'tishni xohlashadi. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga. Bunday o'zgarishlar sodir bo'lganda pensiya miqdori qayta hisoblanishi va uning miqdori o'zgarishi mumkin. Yangi tayinlangan pensiya miqdori minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz avtomatik ravishda yoki arizangizga asosan ushbu qo'shimcha to'lovni olish huquqiga ega bo'lasiz. Shuning uchun pensiya turini o'zgartirganda har doim yangi miqdorni minimal iste'mol xarajatlari bilan solishtirish va vaziyatni nazorat qilish muhimdir. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. To'rtinchi muhim nuans ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligi. Ko'pincha fuqarolarning pasport ma'lumotlari, yashash manzillari yoki bank rekvizitlarida o'zgarishlar bo'ladi. Agar bu ma'lumotlar davlat ma'lumotlar bazalarida yangilanmagan bo'lsa, avtomatik ravishda qo'shimcha to'lovlarni hisoblashda yoki ularni to'g'ri manzilga yetkazishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralarda har doim dolzarb ekanligiga ishonch hosil qiling. Buni tekshirish va o'zgartirish uchun YIDXP MyGov.uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumotlar bazasidagi aniq ma'lumotlar sizning to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. 5-chi muhim nuans avtomatlashtirilgan tizimning amaldagi holati. Hukumat bu jarayonni to'liq avtomatlashtirishga harakat qilmoqda. Ya'ni agar sizning pensiyangiz minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, qo'shimcha mablag' avtomatik ravishda pensiyangizga qo'shib berilishi kerak. Biroq amaliyotda har doim ham shunday bo'lmaydi, ayniqsa tizimga yangi o'zgarishlar kiritilganda. Texnik xatolar, ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar yoki shaxsiy holatingizning murakkabligi tufayli bu jarayon kechikishi yoki umuman ishlamasligi mumkin. Shuning uchun
avtomatik tizimga butunlay ishonib qolmaslik va agar pensiyangiz past bo'lsa, o'zingiz faol bo'lishingiz juda muhimdir. Agar sizga qo'shimcha to'lovlar qo'shilmayotganini sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingizning huquqlaringizni talab qilishdan cho'chimasligingiz kerak. 6 muhim nuans: vaqtinchalik ish va mavsumiy daromadlar. Ayrim pensionerlar vaqti bilan mavsumiy ishlarda band bo'lishi yoki boshqa vaqtinchalik daromad manbalariga ega bo'lishi mumkin. Bu daromadlar rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi tomonidan hisobga olinmaydi. Ammo agar siz rasmiy ravishda, hatto qisqa muddatga ishga kirsangiz va ish haqi olsangiz, bu sizning umumiy rasmiy daromadingizga ta'sir qiladi. Pensiya jamg'armasi faqatgina rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan daromadlarni hisobga olish huquqiga ega. Shuning uchun vaqtincha ishlashni boshlashdan oldin bu sizning qo'shimcha to'lovlaringizga qanday ta'sir qilishini aniqlab olish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda ozgina qo'shimcha daromad davlatning katta yordamidan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. 7-muhim nuans: oylik o'zgarishlar va indeksatsiya. Minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichi har yili qayta ko'rib chiqilsa-da, pensiyalar ham muntazam ravishda indeksatsiya qilinib, inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirib boriladi. Agar sizning pensiyangiz oshirilganidan so'ng ham minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lib qolsa, qo'shimcha to'lovlar qayta hisoblab chiqilishi va sizga berilishi kerak. Shuningdek, qo'shimcha to'lovlar ham vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi va indeksatsiya qilinishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonni doimiy ravishda kuzatib borish lozim. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Agar siz yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, pensiyangiz minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past bo'lishi mumkinligidan shubhalansangiz, quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Birinchi qadam: pensiyangiz miqdorini aniqlashtiring. Eng avvalo, oylik pensiyangiz miqdorini aniq bilishingiz kerak. Bu ma'lumotni siz pensiya guvohnomangizdan, bank kartangizga keladigan SMS xabarlardan yoki bankdan hisob varaqdan ko'chirma olib bilishingiz mumkin. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali shaxsiy kabinetingizda ham pensiyangiz haqida ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Bu birinchi va eng muhim qadam, chunki aniq raqamlarsiz harakat qilish qiyin. Ikkinchi qadam: joriy minimal iste'mol xarajatlari miqdorini bilib oling. Har yili hukumat tomonidan tasdiqlanadigan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini bilib oling. Bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb-saytlaridan topishingiz mumkin. Shuningdek, ko'pchilik yangiliklar portallari va ijtimoiy tarmoqlar ham bu ma'lumotni e'lon qiladi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga telefon orqali qo'ng'iroq qilib ham so'rashingiz mumkin. Bu sizning pensiyangizni solishtirish uchun asos bo'ladi. Hozirda bu raqam shartli ravishda 1 ming so'm deb olingan bo'lsa-da, sizga dolzarb raqamni bilish kerak bo'ladi. 3-qadam: agar pensiyangiz past bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pensiyangiz miqdori minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past ekanligini aniqlasangiz, darhol yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling. Qo'rqmang, bu sizning qonuniy huquqingiz. Ular sizga maslahat berishi va keyingi qadamlarni aniqlashtirishga yordam berishi shart. 4-qadam: qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Odatda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. 1. Pasportingiz, asli nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlaydi. Pensiya guvohnomangiz, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank kartangizning rekvizitlari yoki bank hisob varag'ingizdan ko'chirma. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bu sizning pensiya olish usulingizni tasdiqlaydi va qo'shimcha to'lovni qayerga o'tkazish kerakligini ko'rsatadi. 4. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumotlar talab qilishi mumkin. Masalan, yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma. Lekin zamonaviy tizimda ko'pgina ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud bo'lganligi sababli qog'oz hujjatlar soni kamaygan. 5-qadam: ariza yozish. Agar pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan ariza yozishni talab qilsalar, ular sizga namunani taqdim etishlari shart. Arizada odatda quyidagilar ko'rsatiladi: murojaat qiluvchining FIH, familiyasi, ismi, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, seriyasi, raqami, kim tomonidan va qachon berilgan, yashash manzili va aloqa telefon raqami, murojaatning mohiyati,
ya'ni pensiya miqdori minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lganligi sababli pensiyaga qo'shimcha to'lov tayinlashni so'rayman. Ariza yozilgan sana va imzo. Arizani 2 nusxada yozib, bir nusxasini pensiya jamg'armasida qoldirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilgan xodimning imzosini va sanasini qo'ydirib o'zingizda saqlab qolishni unutmang. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning qo'lingizda dalil bo'ladi. 6-qadam jarayonning davomiyligi va javob kutish. Arizangiz qabul qilingandan so'ng pensiya jamg'armasi xodimlari sizning murojaatingizni ko'rib chiqishlari kerak. Qonunchilikka ko'ra davlat organlari fuqarolarning murojaatlarini qisqa muddatlarda ko'rib chiqishi va javob berishi shart. Odatda bu 15 ish kunidan 30 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Sizga ijobiy yoki salbiy javob yozma ravishda xabar qilinishi kerak. Ijobiy javob bo'lsa, sizga qo'shimcha mablag'lar qachondan boshlab to'lanish haqida ma'lumot beriladi. 7-qadam, agar murojaatingiz rad etilsa, agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etsa, ular rad etish sababini aniq va asosli tarzda tushuntirib berishlari shart. Agar siz rad javobidan norozi bo'lsangiz yoki sabablarni asossiz deb hisoblasangiz, siz yuqori turuvchi organga, pensiya jamg'armasining viloyat bo'limiga yoki respublika pensiya jamg'armasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Adliya vazirligining huquqiy axborot markazlariga yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu tashkilotlar sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Qo'shimcha maslahat, onlayn xizmatlardan foydalaning. Agar sizga jismoniy pensiya jamg'armasi bo'limiga borish qiyin bo'lsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali ham murojaat yuborish imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu portal orqali siz pensiya haqida ma'lumot olishingiz, murojaat yuborishingiz va uning ko'rib chiqilish holatini kuzatishingiz mumkin. Bu vaqtni tejaydi va qulaylik yaratadi. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq. Qadrli tomoshabinlar, bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashdik. O'zbekiston Respublikasi hukumati barcha fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga katta e'tibor qaratmoqda. Hech bir inson yashash uchun minimal zarur bo'lgan daromaddan mahrum bo'lmasligi kerak. Minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past pensiya oluvchilarga davlat tomonidan qo'shimcha mablag' berilishi bu har bir fuqaroning qonuniy huquqidir va bu haqda bilishingiz shart. Agar sizning pensiyangiz yuqorida aytilgan minimal darajadan past bo'lsa, qo'rqmang va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yuqorida keltirilgan amaliy qadamlarni bajaring. O'zingizning huquqlaringizni talab qiling va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu sizning turmush sharoitingizni yaxshilashga yordam beradigan muhim qadamdir. Davlat sizni himoya qilishga tayyor, faqat siz ham o'zingizga g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam berar. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni yanada ko'proq odamlar ko'rishi va foydalanishi uchun yordam bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.